Bugun sizlarga yangiligimiz bor. Sizlar hech narsaga qo'l tekkizmaysizlar, iftorlik mana bizdan. Chunki sizlar bizni ayollarimiz, muqaddas bir ayol. Menga kartoshkani shundan olib chiqib ber. Sen go'sht olib chiqing, qolgan o'zimiz davom ettirib boramiz. Qarang, bundan qilib terib oling ichiga pompalog'im, qolganini o'zim qovuraman, xo'pmi? Men qo'lim yuvib kelaman. Qara, mana uni sen deb o'zing to'rg'ab turgin, men sekin o'zi u yog'ini baribir mazasiga aloqasi yo'q-ku, sen to'rg'ab tur. Ha, yaxshi. U o'tin yonibdi. Endi shundan ustiga yog' quyib yuboring-da, u yog'ini o'zim qilaman, o'zim. Go'sht to'rg'ab bo'ldingmi? Kartoshka, piyoz hammasini to'rg'ab yuborgan, tushundingmi? Aytdim-ku, qo'lingni tekkizmaysan. Biz bugun o'zimiz qilib beramiz, uka. Bo'lmasa anaqa kapkirlar tayyorlaylik. Yoq qizib ketibdi-yu, qara. Go'sht san solib turgan go'shtni, sekin solur. Pompalog'im eshitganmisiz, erkak kishining qo'li shirin bo'ladi deb, bugun isboti bo'ladi. Tez aralashtirgan. Bay. Mana endi eng muhim joyga keldi. Unda biz borib o'tiraveraylikmi? Ha, borib ziravorlarni olib chiq. Dimlab qo'ydinglarmi o'sha? Bo'ldi, unda men qolganini o'zim qilaman, sizlar nariyoqqa borib choy poylarni tayyorlab turinglar, xo'pmi? Olib boraman o'zim. Boraveringlar. Erkak kishining qo'li shirin bo'ladi-da. Bu ayollarimiz bilib qo'ysin. Yuring. Hop. Ovqatimiz ham zo'r chiqqandir, aka. Qo'ydik. Ana ovqatimiz keldi. Voy. Qani kelinglar, o'tiringlar. Mana ko'rdinglar, qo'linglarni tekkizmadinglar, ovqat qilib berdik. Ertaga osh qilib beramiz, oshga ham umuman qo'linglar tegmaydi, xo'pmi? Qani, olinglar. Ovsin, ertaga osh qilarkanmiz. Qani, olinglar. Olinglar.